ikkinchi razmerdan hozir 46 ga tushdi. Taassurotlar qanaqa? Yaxshi. Aziz, mana bugun navbatdagi bemorimiz operatsiya bo'lganlariga 1 oy bo'ldi, qayta ko'rikka keldilar. 1 oy ichida 12 kilogramm vazn yo'qotdilar. Qanaqa ahvollaringiz, yaxshimi? Yaxshi. Gapirib bersangiz, operatsiyadan keyin qiyinchiliklar bo'ldi. Ko'pchilik qiynaydi, qiyinchiliklar bo'ladimi, bo'lmaydimi, nima qiyinchiliklar bo'ldi? Yo'q, hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Operatsiya bo'ldim. Ertasi kuni o'rnimda bemalol turib ketdim. Ko'nglim ham uncha aynigan yo'q, normal. Normal. O'zingizga yoqasiz. Kundan kunga ishonch paydo bo'lyapti. Ha. Oldingi anaqa bilan ob'yomdan ozgina ketyapti. Kiyimlar katta bo'lyapti endi. Kiyimlar katta bo'lyapti. Ikkinchi razmerdan hozir 46 ga tushdi. Taassurotlar qanaqa? Yaxshi, zo'r. Taassurotlar yaxshi. Ishonch paydo bo'lyapti endi. Rasmlarga, videolarga tushgani yo'qyapti. Demak, tavsiya berasizmi? Обязательно tavsiya beraman. Tavsiya berasiz. Operatsiyadan qo'rqish kerak emas. Ya'ni operatsiyadan keyin patsientlarda o'ziga bo'lgan ishonch ortadi. Ya'ni o'zini o'zi kundan kunga sevishni boshlaydi. Ya'ni videoga tushishga, rasmga tushishga uyalib yurgan opalarimiz, singillarimiz keyinchalik o'ziga o'zi kundan kunga yoqib, video rasmlarni qaytadan olishni boshlashadi. Hammanglar